Nega 80% ota-onalar farzandiga noto'g'ri mebel tanlaydi? Birinchi sabab narxga qarab tanlashadi, sog'liqni emas. Bolalar kuniga 6 va 10 soat stol va kravatda vaqt o'tkazadi. 7-16 yosh oralig'ida umurtqa hali shakllanish bosqichida bo'ladi. Shu davrdagi noto'g'ri tanlangan mebel keyingi 20 yilga ta'sir qiladi. O'lchamni yoshiga mos tanlashmaydi, dars stoli balandligi natijasida. Ergonomik mebel bolalarning bo'yi va gavdasiga mos bo'lishi kerak. Ko'p ota-onalar katta qilib olay, uzoq ishlatsin deydi. Bukchayib o'tirish, diqqat pasayishi, tez charchash, to'g'ri o'tirish esa bola miyasining ishlashiga ta'sir qiladi. Uchinchi sabab sifat va materialga e'tibor berishmaydi. Sifatsiz va arzon bo'yoqlar zararli moddalar chiqarishi mumkin. Sifatsiz material allergiya, nafas yo'llari muammosi, bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Farzandingizga o'yinchoq tanlayotganda ham o'ylaysiz, lekin u har kuni foydalanadigan mebelni tanlayotganda narxga qaraysizmi? Farzandingiz kelajagi tajriba maydoni emas.